Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, yangi kuzatuvchilarim, sizlar bilan uchrashib turganimdan juda ham xursandman. 101 mingta obunachini yig'ib qo'ydik. Hammaga rahmat podдержкалari uchun. Mana bugungi yubileyimizga shu mashinani olib chiqishga qaror qildik. O'zbekistonda juda ham mashhur bo'lib ketyapti oxirgi paytlar. Tanishinglar, Dongfeng EP008 modeli. 2024-yilda Xitoyda chiqishi boshlangan. Prezentatsiya ham o'sha yili bo'lgan, lekin shunga qaramasdan Xitoy o'zida ham va qolaversa Rossiya, O'zbekiston davlatlarida ham juda ham mashhur bo'lib ketyapti sotuvlar bo'yicha. Dizaynlariga e'tibor beringlar. Juda ham katta 5 metrlik mashinamiz. Juda ham massivli, chiroyli bo'lib turibdi. Balonlarimiz razmeri mana 21 dyuymda turibdi. Juda ham chiroyli. Kalpaklar ishlangan, mana diskoga o'xshab turadi, lekin kalpak o'zi aslida. Diskoy tormozlar oldi orqasida ham. Paroklarning egasi o'zlari qo'yibdilar yaqinda. Juda ham chiroyli dizaynlar bilan tanishib chiqsanglar, mana kechki paytlarni siz faralar yonib turganda hozir operatorimiz ko'rsatadi. Juda ham qanaqa aytsa bo'ladi. Qimmat sinfdagi mashinalarga o'xshab turadi. Lekin buni asosiy konkurentlari shu Leapmotor C16 modeli va Nissanni to'g'risini aytganda sal qimirlatib qo'ydi joyidan, chunki Nissan ancha qimmat model, L6, L7, L8 modellar bilan konkurensiya bemalol qila oladi. Kelinlarning komfortlar bilan sizlar bilan tanishib chiqamiz. Ruchkalar ochishga e'tibor beringlar, bu ham aerodinamikaga yordam beradi, ortiqcha сопротивление bo'lmaydi. Ichki qatorini ko'rsak, ruchkalari, siznalari, rullari juda ham udobniy hammasi. Ramklar ham yumshoq, yog'larda mana kayn turibdi. Monitorimizga e'tibor beringlar. Juda ham informativniy, yurib ketayotganingizda ham ko'rsatamiz hali. 360 gradus kameralari bor. Panorama lyuk, hamma joyimiz datchikli. Nima desa bo'ladi? Juda ham udobniy hamma joylari. Rullarimiz multi-rul bo'lib turibdi. Mashinamiz 5200 km atrofida yurgan. Hali yangi mashinamiz, bu mashinamiz ham obunachimizning mashinalari. Mana e'tibor beringlar, kolonkalarni ham juda ko'p maqtashadi forumlarda, 20 taga yaqin kolonkalar bor. Orqa qatorga o'tadigan bo'lsak, orqalari ham keng. Bitta oldida emas elektronni, orqasida mana elektronli siznali regulirovkalari bor. Bellargacha regulirovka qilsa bo'ladi. Bu mashinamiz 6 ta o'rinli, ikkita orqada ham ikkita joyimiz bor. Bu yerda выдвижной холодильникimiz bor. Chiqishlarni ko'rishingiz mumkin. Biz ham birinchi marta ko'rib turman bu mashinani. Bunaqa komfortlarini. Mana выдвижной холодильник bo'ladi, o'zi bog'lar sovuq yotibdi. Buni orqaga qaytarsak. Podogrev, obduv, hamma sistemalari bor. Bu bilasizlar, biznes klassda shunaqa bo'ladi. Orqada o'tirgan odam bemalol oldidagi siznani to'g'rilab, orqasiga o'ziga udobni qilib ketaveradi. Yog'imizda monitorimiz bor. Egalari bunaqa qilib ko'rsatdilar. Hozir ochilish kerak. Sizlar bilan birgalikda bo'lar hammasi. Ha, ochildi. Yaqindan qilayotgan ekan. Sizlar bilan birga o'rganib chiqamiz. Mana yoshlarga multiklar. Lyuklariga e'tibor beringlar. Kechki payt yomg'ir yog'ayotgan paytlarda, hamda suvlar ko'rib tursanglar, kechki payt yulduzlar ko'rsanglar ham juda ham boshqacha ощущение beradi. Orqa qatoriga o'tadigan bo'lsak, orqa qatorlari ham juda udobli, chunki bu mashinamiz juda ham keng. Endi bu hozir orqa o'rindiqlari bemalol maksimal udobli sifatida qo'yilgani uchun men prosta o'tirib ko'rsatish mumkin. Bularni bemalol oldiga sursak bo'ladi. Chunki oldida juda ham ko'p joy bor. Nima desam bo'ladi? Bu yerda ham udobli. Endi o'rta bo'yliklar bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Masalan, farzandlaringlar bo'lsa ham juda ham menimcha komfortli bo'ladi ularga. Mana har xil podstakanniklari bor. Bu yerda ham освещениялari bor ekan. Nima desa, siznalari ham yumshoq. Ba'zilarda 3-qatorga o'tirsa siznalari qattiq bo'ladi, жесткий. Bu yerda normalniy hammasi. Minus topolmadim. Narxi uchun juda ham zo'r mashina. Endi biz bagajlarga o'tamiz. Buni qaytarib qo'yishimiz. Monitor yonish ekan. Amal turaversin, buni keyin yana ko'ramiz. Juda ham qiziq holatlar bo'lyapti obzorda. Biz endi birinchi marta buni ko'rsatib bergan bular bo'yicha qilamiz hammasini.
balki rasstaniya to'g'ri kelmayotgandir, balki yana boshqa narsalar. Mana kommentariylarda yozib ketasizlar shu narsalarni. Bagajni ochib ko'radigan bo'lsak, ikkita orqa o'rindiqlari ochilib turgandagi holati bu. Ko'rishingiz mumkin. Sig'adi, shuncha narsa sig'ib ketadi. Bu yerda mana organizerimiz bor. Quyoshga qarshi anavlar bor ekan, zapaskalar ham tegadi buni. Shu holatda turibdi ichki ko'rinishlar. Dizayniga ham bir baho berib ketaylik. Qora rang o'zi ko'p qimmat mashinalarga yarashadi. Menga yarashib turibdi. Yonlardan ko'rsatib, juda ham chiroyli. Bu modelimiz Max gibridniy versiyasi. 1200-1300 km atrofida yuradi. Benzin to'ldirib qo'ysanglar, ishlab chiqarib beradi. Endi navbatda texnik tafsilotlariga beramiz, keyin yana yurish xarakteristikalarini ko'ramiz. Siz bilan qolinglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Texnik tafsilotlariga o'tadigan bo'lsak, uzunasi 5 metr, kengligi 1 metr 97 sm, balandligi 1 metr 73 sm. Kolesna baza, ya'ni salonning oldi qismidan orqa qismigacha bo'lgan masofa 3 metr. Bu juda ham keng degani. Kuzov qalinligiga keladigan bo'lsak, bu yerda visokoprochniy stal ishlatilgan, 70% dan iborat. Bu juda ham baland ko'rsatkich ekan. O'zim ham sezdim, eshiklari ham juda ham og'ir, sifatli ishlangan. Oynalari ham qalin, shumoizolyatsiyalarda muammosi yo'q. Zapaskan haqida gapirganimda, bu yerda zapasnoy baloni yo'q. Aksincha bu yerda komplekt bor, remont qilib ketishingiz uchun vaqtinchalik, birinchi vulkanizatsiyaga yetib borguncha. Bu yerda zapasnoy kalisi yo'q, joy egallamasligi uchun, og'ir yuk qo'shilmasligi uchun degan ma'noda gapirilgan. Ana ichki holatlarni yana bir bor ko'rib chiqishingiz mumkin. Tepadagi luka 4,5 metr kvadrat ploshchadi bor deyilgan. Bu juda ham katta уровень остекленияsi. Mashina ichidan o'sha Nissandan hech qanaqa farqi yo'qqa o'xshaydi. Albatta bu yerda o'zini narxiga yarasha отделкаларда farqi bor, lekin o'zini narxiga juda ham zo'r. Egasi buni $30,000 ga olganman deyaptilar. Buni pozitsiyasi Max. Max degani bu bazaviy pozitsiya, kerakli funksiyalar bilan jihozlangan. Bundan tashqari yana ultra pozitsiyasi bor. U yerda qo'shimchasiga massaj qo'shiladi. Oldi o'rindiqida va 3-qatorida sideniya isiydi, ham ventilyatsiyasi ishlaydi. Bu yana ham qo'shimcha komfort berishni boshlaydi, mashinaning sinfini yana ham ko'taradi. Bu mashinamizning og'irligi 2 tonna 200 kg. Orqa ballonlari tortadi, transmissiyasi reduktor bo'ladi. Ходовой qismi mustaqil ishlaydi McPherson tizimida. Bagaj hajmi 3-qatorlari turgan paytida 292 litrni tashkil etadi. 3-qatori yotqizilgan paytda 783 litr. Bu juda ham komfortli, juda ham keng mashina degani. Agar 2-qatorni ham yotqizsangiz, u juda ham katta ob'yom qoldiradi. Mashinamiz ko'rishingiz mumkin, juda ham estetik ko'rinyapti. Yurishlari ham, razgonlari ham, tormozlari ham juda ham zo'r ekan. Tormoziga men to'g'risi bunaqa kutmagandim reaksiyasini, to'xtashlarini. Juda ham stilli, chiroyli. Mashinamizni shunaqa chiroyli harakatga keltirib turgan narsa bu gibrid sistemasi bo'ladi. Unda 1,5 litr turbinaga ega motorimiz bor. U faqat tok ishlab chiqaradi benzinning hisobiga. Отдельно elektromotorimiz ham bor. 200 km yuradi to'liq zaryadida. To'liq benzinni ham ishlatib tok qilib chiqaradigan bo'lsa, u 1300 km ga yetadigan masofaga to'liq yetadi. Mana ichki отделкаларni ham ko'rishingiz mumkin, chang bosib ketmagan, kir bo'lib ketmagan. Bu degani juda ham yaxshi uplotnitellari bor. Kapotlari ham qalin urib ko'rsanglar. Xullas mashina har taraflama juda ham yaxshi taassurotlar qoldirdi. Hurmatli kuzatuvchilarim, endi navbatda yurish xarakteristikalarini ko'rishga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, monitori juda ham katta va informatsiyaga boy, juda ham ko'p funksiyalari bor. Ulardan biri mana Toshkent xaritasi bor bunda. Bitta manzil kiritib qo'ysanglar, to'liq ko'rsatib ketadi shunaqa katta ekranda. Bu juda ham qulaylik qo'shar ekan.
Yana bir qiziq funksiyasi, to'liq monitorda ko'rib turishingiz mumkin, yoningizda nima bo'layotganini, to'g'ringizda yana положенияларni o'zgartirsanglar, shu 360 gradus tepasidan ham ko'rsatib beradi yon atrofda nima bo'layotganini. Mashinaning salonining rangi ham juda ham stilli turar ekan, aralash bo'lib tursa. Mashina ishlab turgan paytida ko'pchilik sezgan bo'lsa kerak, dvigatel ovozi chiqib turibdi. Bu gibrid sistemamiz ishlamoqda, chunki o'zida 14% zaryad qo'ygan ekan va mashina yurib turgan paytida tok ishlab chiqarish bilan band. Yoqilg'i sarfini 6 litr qilib ko'rsatyapti. Hozir benzindan tok ishlab chiqarish uchun shu 100 kilometr masofani. Toshkent ko'chalari juda ham mashinalarga boy bo'lib ketgan. Har xil mashinalar ko'p va mashinalar ko'pligidan shanba kuni ishmas paytda chiqsanglar ham probkalar bo'lib qolishi oddiy hol bo'lyapti. Biz harakat qildik iloji boricha shu yurayotgan paytimizda probkada qolib ketmasligi uchun yaxshi lokatsiya tanlashga harakat qilib, umid qilaman sizlarga yoqyapti. Hozir bu yerda ozgina yaxshi emas yo'l uchastkasi bor. Buni ham bir ko'rib sinashinglar mumkin. Hozir qanaqa o'tishini. Men juda ham hayron qoldim. Yumshoq o'tishiga, hadovoy tizimlari yaxshi ekan. Mana yaqinlashdik. O'tamiz. Hozir sizlar uchun yana bir marta qaytib ham o'tib ketaman shu joydan. Mashinaning hadovoylari juda ham zo'r. Bu mashinani bizga obunachimiz berdilar. Aloqaga chiqqandilar, siz auditoriyaz bilan tabriklayman deb turib. Sodiq obunachilarimizdan biri ekanlar. Birinchi 10 mingtalik bo'lganda, men siz obzorlaringizni ko'rib, shu paytdan beri kuzatib yuraman. Ko'p mashinalar haqida ma'lumot olganman dedilar va bu mashinani menga taqdim qildi. Bemalol kelib ko'rsatishingiz mumkin, obzorlay olishingiz mumkin deb. Men juda ham xursand bo'ldim albatta bunaqa qo'llab-quvvatlashdan. Va boshqa obunachilarimda ham obzorlarga olinmagan mashinalardan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsa, chiroyli qilib obzorlarga olishimiz mumkin. Chunki ko'p kuzatuvchilarimizga shu Nissan, Chevrolet boshqa modellari va Kia modellari juda ham qiziq bo'lyapti. Albatta, agar bunaqa mashinalar bo'lishi bilan biz chiroyli qilib obzorlarga olishga doim tayyor bo'lamiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Oxirigacha men bilan bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Doim sog' salomat bo'lib beringlar.